Avvalo videoni boshlashdan oldin Avtomashina channelga obuna bo'lishni unutmang, chunki bu kanal sizga eng yangi avtomobil yangiliklari, tahlillar va biznes uchun foydali transport vositalari haqida ishonchli ma'lumotlar beradi. Bugungi videoda biz yangi 2026 Chevrolet Labrador eng tejamkor yuk mashinasi shahar va biznes uchun mukammal tanlov ekanini batafsil ko'rib chiqamiz. Ushbu model kichik biznes egalari, yetkazib berish xizmati bilan shug'ullanuvchilar va shahar ichida tezkor yuk tashishga muhtoj bo'lganlar uchun ayni muddao hisoblanadi. Chevrolet Labrador o'zining ixcham o'lchamlari bilan tor ko'chalarda ham bemalol harakatlana oladi va parkovka muammosini deyarli yo'q qiladi. 2026 yilgi yangi talqinda tashqi dizayn yanada zamonaviylashgan bo'lib, old panjarasi va faralari ko'rinishga o'ziga xos joziba bag'ishlaydi. Kuzov mustahkam metallardan yasalgan bo'lib, uzoq muddatli foydalanishga mo'ljallangan. Yuk platformasi turli xil biznes ehtiyojlariga moslashgan. U kichik do'konlar, bozor savdogarlari va servis xizmatlari uchun qulay. Dvigatel qismi haqida gapiradigan bo'lsak, 2026 Chevrolet Labrador tejamkor benzin dvigateli bilan jihozlangan bo'lib, yoqilg'i sarfi juda past. Bu esa kundalik ishlatishda xarajatlarni sezilarli darajada kamaytiradi. Asboblar paneli aniq va tushunarli, barcha ko'rsatkichlar haydovchining ko'z o'ngida joylashgan. Konditsioner va isitish tizimi iqlim sharoitidan qat'iy nazar qulay muhit yaratadi. Multimedia tizimi kundalik foydalanish uchun yetarli imkoniyatlarga ega bo'l. Yukni tushirish va ortish jarayoni ham qulay tarzda ishlab chiqilgan. Platformaning balandligi optimal bo'lib, ortiqcha kuch sarflash talab etilmaydi. Kabina ichidagi ko'rinish keng bo'lib, old oynaning katta bo'lishi yo'lni aniq ko'rishga yordam beradi. Yon oynalar ham katta bo'lib, orqani kuzatish osonlashadi. Bu esa xavfsiz haydashga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Chevrolet Labrador kichik biznesni endi boshlayotganlar uchun ham, allaqachon faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar uchun ham mos keladi. Uning universalligi turli sohalarda foydalanish imkonini beradi. Bozor yetkazib berishidan tortib, servis xizmatlarigacha bo'lgan ko'plab ishlar uchun moslashuvchan yechim hisoblanadi. Shuningdek, ushbu mashinaning tashqi bo'yoqlari uzoq vaqt davomida o'z rangini saqlab qoladi va quyosh ta'siriga chidamli. Texnik ko'riklardan o'tish jarayoni ham oddiy bo'lib, hujjatlash ishlari osonlashtirilgan. Bu esa haydovchining asabini tejaydi va ish jarayonini soddalashtiradi. Kundalik foydalanishda ishonchli sherik sifatida xizmat qiladi. Uzoq safarlarda ham dvigatelning barqaror ishlashi o'zini ko'rsatadi. Texnik nosozliklar ehtimoli kamayadi, haydovchi esa ishiga xotirjam e'tibor qaratadi. Narx va sifat uyg'unligi uni bozordagi eng raqobatbardosh modellardan biriga aylantiradi va xaridorlar orasida mashhurligini oshiradi. Aynan shu jihatlar uni kundalik ish uchun ishonchli tanlov sifatida ko'rsatadi va foydani ko'paytiradi. Har bir detal puxta o'ylangan va sinovdan o'tgan. Professional. Videoni oxirigacha tomosha qiling va Avtomashina channelga obuna bo'lishni yana bir bor eslatib o'tamiz. Chunki oldinda sizni yanada qiziqarli avtomobil sharhlari, solishtirmalar va foydali maslahatlar kutmoqda.